2022 yılı 15 noyabr günü İstanbul Adalet Sarayı aldıda yeni Çağlayan Sot Mahkemesi aldıda Xitayning jazo lagerlari qurbonlarining tuqqanlari axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligida muhim rol o'ynayotgan mavjud adliya tartiblarining sirtiga chiqib Uyg'urlarni keng ko'lamda qamash uchun barpo qilgan fashist jazo lagerlarida qiynash, bosqinchilik qilish, o'ldirish, majburiy yo'q qilib o'tish va majburiy emgak qatorliq har xil insonlikqa qarshi jinoyatlar keng ko'lamda sodir qilinmoqda. Nurg'un Turkiya fuqaroligidagi Uyg'urlarim bu jazo lagerlarida tutilib turilayotgan bo'lib, hozirgacha ular haqida hech qanday xabar olish mumkin bo'lmadi. Xitoy jazo lagerlari qurbonlarining tuqqanlari bo'lish sifati bilan advokatlar orqali Xitoyning bu jinoyatlari ustidan Turkiya Jinoiy ishlar sud mahkamasiga arz sungan. Navbatda bu delo tekshirish elib berish bosqichi turibdi. Bu jinoyatlar haqida o'tgan bir necha yildan nurg'un yangi dalil isbotlar o'tirg'i chiqdi va bu isbotlar Xitoy sodir qilgan jinoyatlarni nihoyat aniq ko'rsatib berdi. Bu qitim Xitoy jazo lagerlarida insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan Xitoy amaldorlarining İstanbul Bosh taftish mahkamasida elib berilayotgan tekshirish hujjatiga qo'shimcha dalil isbot suniladi. Axborot e'lon qilish yig'inida advokatlar arizning hozirgacha besib o'tgan jarayoni haqida ma'lumot berdi. Xitoy hukumati Sharq Turkiston yani Uyg'uristonda 2017 yildan boshlab necha million Uyg'ur va qozoq xalqlarini jazo lagerlariga solab, inson qalbidan chiqqan jinoiy qilmishlarni ishlab, ularning o'lish va ig'ir saqaymas kasal bo'lishdek ig'ir oqibatlarni keltirib chiqardi. Yaqinda ijtimoiy taratqularda Korli soqchi idorasining Mahmud Mo'ydin ismli bir qochqinni izlayotganligi haqidagi bir uqtirish tarqaldi. Tutish buyrug'ida qochqinning ichiga mahbus kiyimi kiyganligi yozilgan. O'tgan hafta oxiri Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi Tutush buyrug'idagi Mahmud Mo'ydinning 2017 yili 17 yillik kesib o'tilgan bir mahbus ekanligi va Kordining 29-tuvan turmasidan qochganligini aniqlash orqali xabar qilgan. Buning qarta Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish fondining raisi Robiya Qadir mundaq dedi. Men yaqinda Sharq Turkistonning Korli tavallikida bir turmadan qochish voqeasi yuz berganligi, voqeada 3 soqchi va 10 mahbusning o'lganligi, 5 mahbusning turmadan qochib ketganligi haqida bir nomsiz uchur topshirib oldim. Men dastlabda Xitoy turmalarining navbatdagi puxta qurilmasi va qattiq tuzumini ko'zda tutib, bu xabarning rostligiga ishonolmadim. Oradan 10 kun o'tganda ijtimoiy taratqularda Korli soqchi idorasining Mahmud Mo'ydin ismli bir qochqinni izlayotganligi haqidagi bir uqtirish tarqaldi. Tutish buyrug'ida qochqinning ichiga mahbus kiyimi kiyganligi yozilgan. O'tgan hafta oxiri Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi Tutish buyrug'idagi Mahmud Mo'ydinning 2017 yili 17 yillik kesib o'tilgan bir mahbus ekanligi va Korlining 29-tuvan turmasidan qochganligini xabar qildi. Men bugun o'xshash manbadan yana bir uchur topshirib oldim. Bu uchurda qochish voqeasining turmaning emgak maydonida yuz berganligi va qochib ketganlardan 2 nafar kishi o'zlarini soqchiga ma'lum qilganligi, 2 nafar kishining mukunib yotgan yerida tutilganligi, bir nafarning Mahmud Mo'ydinning texicha izdilayotganligi yozilgan. Tutilgan 4 mahbusning kimliklari mundaq bayon qilingan. Qamariddin G'olib 42 yosh, To'xti Hikim 25 yosh, Ahmadjon Barat 29 yosh, Burhan Xizir 27 yosh. Hozirgacha menga kelgan uchurlar va Erkin Osiyo radiosining xabari va Xitoyning tutish buyrug'i bir-birini to'liqlaydigan mazmunda. Ya'ni 10-oyning o'ttirlarida Korlidagi bir turma yoki uning boshqarishidagi bir tavallikda ig'ir bir qonliq voqea yuz berganligi ma'lum. Men davlatini qonun bilan boshqarayotganligini bozorga silib kelayotgan Xitoy doiralarini bu qonliq voqea haqida Xitoy va xalqaro jamoatga oshkora ma'lumot berishga chaqiraman. Albatta bu tasodifiy va ayrim bir voqea emas. Men Uyg'ur vaziyatini izchil kuzatib kelayotgan va o'zim 6 yil Xitoy turmasida yotgan birisi bo'lib sifatim bilan turmalardagi qonxo'r soqchilar bilan chorasiz mahbuslar orasida mushundaq to'qinish va fojialarning davomli yuz berib turadiganligiga ishonaman va bundaq sahnalarga ko'p qitim shohid bo'lganman. Shunga xalqarodagi axborotchilarni Xitoy tarafdan bu voqea haqida ma'lumot so'rashga, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini bu voqeani aniqlab inkos qaytarishga da'vat qilaman. Oxirida shuni eskartaman. Xitoyning 2017 yil ta'sis qilgan yig'ilish lagerlarining ko'pinchisi 2019 yil oxiriga kelganda xalqaro jamoat fikrining bisimi natijasida uni taqganlik nomi ostida turmaga o'zgartdi. Turmadan qochgan mazkur 15 jinoyatchi amaliyoti lagerlarga yig'ilingan ana shu necha million begunoh insonlarning bir partisidir. Bular o'z diniy e'tiqodi va urf-odatlar bo'yicha yashaganligi uchunla Xitoy davlatiga tahdid qarilib jazolangan insonlardir. Men bu kishilarning bu ichinishli taqdirga navbatda Beijingda vazifa o'tayotgan har qaysi davlat elchixonalarining diqqat qilishini talab qilaman va ularni o'zlarining davlatining emas, insonlik olamining bir elchisi ekanligidek vazifasini unutmaslikka chaqiraman.
Yangi tekshirish dokladida Xitoy davlati qo'llagan tahdid qilmishlari Android tahlil qilgan jasuslik yumshoq detallari Uyg'urlarni to'rdan nazorat qilishni davomlashtirmoqda. Oldingi payshanba kuni San-Fransiskoga joylashgan tor bexatarlik shirkati bayqalgan Uyg'urlar qarata uzun muddatli nazorat qilish nomli tekshirish dokladini e'lon qilgan. Bir qism yangi Uyg'ur tilidagi Android applari boshqa ikki xil jasuslik yumshoq detali bilan munosabatli bo'lib, balkim Xitoycha programma ochquvchilar tomonidan ijod qilingan bo'lishi mumkinligi. Ular Xitoyning ichki va sirtidagi Uyg'ur jamoatlariga jasuslik qilishga ishiltirganligini bildirgan. Xitoy virus yuqum paydo bo'lgandan buyon Xitoy izchil yo'sinda yuqumni nolga tushirishda ching turib keldi. Shundoq bo'lishiga qaramay yuqum paydo bo'lgandan buyongi 3 yilda Xitoydagi yuqum ahvoli kundan-kunga og'irlashdi. Mana endi chekdan oshgan qamal siyosatlari kishilarni jismoniy, ruhiy va iqtisodiy jihatdan og'ir holsiratdi. Kishilar asta-asta bu xil qattiq qamal siyosatlariga bo'lgan bezorligini har xil usulda ifodalashga boshladi. Qamal keltirib chiqargan turli fojialarmi Xitoyning TikTok, Undidar qatorliq ommaviy uchur vositalarida tarqalib, xalqaro turli qiyos va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Kontrol qilishni davomli kuchaytirayotgan Sharq Turkiston, Guangzhou, Chunchon qatorliq joylarda to'liq bo'lmagan statistikaga qaraganda bir qism rayonlar orqa-orqadan barliq xizmatchilarga yadro kislotasi sinqining amaldan qoldirilganligini yoki vaqtli to'xtatilganligini e'lon qilgan. Buning qarta ommaning inkosi har xil bo'lgan. Dushanba kuni barliq xizmatchilarga yadro kislotasi sinqi amaldan qoldirilgandan keyin davolg'ish xarakterlik yuqum ahvoli va hukumatning mujmal kontrol qilish qatorliq omillar tufaylidan kishilar qo'rqqanidan o'zligidan pul tilab o'chirib turib yadro kislotasini tekshirishga boshlagan ekan. Maktablar ichitilgan bo'lsa-mu, ota-onalar bolalarini maktabga uvatishga jur'at qila olmagan ekan.